Ustam chiliqma. Kelsa, o'tasa. Xo'sh. O'zira nima deblamda? Manda. Men shu bir oy jo'lab qoldi desam. O'sha kechdi faqat uyqu yaxshi emas. Lekin tutqunlarim siqrab og'riydi. Mag'dursiz. Oshqozon jitirabdan og'riydi. Shu bir menfaat qilib bir narsa bo'lib qolib qolsa. Ba. Yamani vajmi bizda? Ha, qilsa. Qilsa. Qo'limni bepak so'pillab yuvib chiqib, og'zir qo'lim tiqib tillarini tatayman. Tillarini sangilasa? Sangilasa? Biraz desilib boram tillarga. Zo'roq sangiltib baqsa? Sizlarmi shu edigan qo'qqanda qo'saq chinqilib og'rish, kichikdari qig'iz kelish, ana chin tush vaqti sen. Qo'saqlari qattiq ichish, kechda azroq temsiz qilish. Yo'q, bu ishlamamizda, madandan qog'oz keladigan narsa bu. Sizlar bu nima bu? Sizning o'xshamaydi. Sizning alayda, sizning o'xshamaydi. Qanday qilamiz endi bu deganda yigiz kelish, chiqag'is kelish degan bu o'xshamaydigan bir gapni qilma. Buningga dadur, pil dachil, chorpita osmoni, lozi ochiqsu, piyoz, samsak, cheese aralashtirib, yapaslar. Besh pata. Laza chiqsa yapasam shu patapamda. Laza chiqsa degan bo'lmas bo'lmaydigan ishimmi? Tamoqlarga laza chiqsa sil bilmem, sizlar yillar kelamsiz sizlarga. Yo'q, men laza chiqsa ko'p iste'mol qilmayman. O'g'altar foyda qilmaydi, laza chiqsa degan. Laza kerak o'xshamaydigan emas. Mana mushu narsalarni kamalaj qilib, kap yapaslar, besh pata bilan. Bak bilan. Neymiş qilsin yana? Bu bana keldim ha. Siz yo'q keldim, chirib ishda bir kitob o'qay deb qolsam, bu to'g'ri turdi bu kitoblar. Kitap o'qiymi da? Ve sen o'qiydigan kitap mana bu. Acilep жүріп басып ақыда. Aras, bizden fıstan buyurgan nem keldi mi? Ha keldi. Tuta mana, mana üstüme çıkıp acaba. Akon boqilib itibes oldu. Bakın. Özlüre. Ustam emasmi taqa? Voy yo'q. Ma yandiki satrashganda shagird qilgan bola bor. Pasqapda galsturda meni boshimni qijib nam kallamni elvatgan bola shunda ama. Maqaysan, gallar usturtanlamaganda? Yo'q, unda qilmadi. Ma bolam bek nochi ustam kelmasin bu kelibman yani mana olib qoldim sen lazat chiqsa charpti osmoni, qo'zaq bilpil, dachin kalkal deb jumul deb mana shu bir doğrun deb berdi ma bola deyman. Voy ya bu bala bu davomliq mushaharda marab yurib meni ma otog'imni ko'rib da bir jölüp qalaq şeyda. Jölüp qalsın sen için otağız qo'yamli ustam. Emsiz bu özür otağmay bu qiziq gap qilib. Ya xapımızlar. Hamma maldan kepte men taxma yandiki dükkanга bir qap chiqib bergan qaysa. Nim bo'lg'antlar? Manda ish. Mushu bir ay jo'lab qoldi deslar. Ha. Futqolda jon yo'q, kechdi faqat uyqu kelmaydi. Bir xil mag'dursiz, bishim qaydi qaysa. Oshqozinim bijan og'riyotgandek. Shuning bilan shu amal yo'q shu bir sizlarni shu dükkanga chiqib qaylasam bir bizniki yaxshi mahsulotlar turdi shu bir atal ilib bir iste'mol qilib baqayimki degan. Taqasan. Netchigichilar 35 ga oz qoldim, yani bir yildan keyin 35 ga chiqaman. Unda bo'lsa fikr. Men sizlarga obdan narsani tavsiya qilayman. Mushu kunda etdiganda o'rinlardan turgan vaqtida aşo Bingshanning ichidagi sovuq ichimlar. Bo'lsa tush vaqtisi bor. Toza tayyor cho'p, keshdimi toza tayyor cho'p. Uzmay bir ay ichpasira shu zaman o'xshab Avvaldan oshirvetliq akadem bu men bu biyag men o'zimning bir avvaldan tushundirgilchiysam sizlar qo'pab meyada tayyor cho'p men Bingshanning sirasida o'lmandim men deyman. Tuzuk. Masılның әвалларını var, hazır çıraylarına qaylaplı bilip oldum cuma men maqımdı ya.
Ben bir kağıt otamayım ya da. Demişsin ama şu tayyor çöpni çıqaraq ichib qolmasin. Allah, ben üzerinde içini ağrısın. Men sizga nat belim menfaat qiladigan bir narsani tanishtiraymi? Ma'qul. Ashtabi qislar. Ashtaqilay. Balamdekli bala bo'lgandan keyin ashtaqilay. Ashta qislar. Siz meni otadamdek bo'lgandan Sa. Hani bir ko'sa? bir qut qiyomi. Ha. Oy, mening bu ish og'inamish bir qut qiyomini iste'mol qilyapmiz. Bak yaxshi ekan, o'lim shunda obdan kelibdi. Mushu ajab topolmay turdim. Dilmishlik qolgan chirtdim men. Ağınlar emas, nurg'un odamlarga manfaat qilg'achqa ilib chiqib berdi bana. Ha, shundami? Ha. Bu qanday chiqdi buning ichida? İçidim ben, bana qiyam şeklinde çıkıp gel. Çursa kolları öyle. Uyu verse korkmayın. Uyuduğun nasıl var? Ko'rib baqay. Ha, çursa. Bola beklik o'tibdi. Ha, tasa bir canlık bir jitip be ha. Assa içine. Oy. Git bakalım la. Ya bunu bu sınavda. Ay geç. Bu var mı ya? Bombaydıgan nemesi var şu boludu dep açıkan neresi var var. Ağızdır nasıl? Ya ben özüm salayım. Ya ekelse küçük vaktilarda anılırlar. Na yigizgen de yigizütü ben Ya var. bu annem dedem yigiz bakay. Kanda kefken. Hadi gel. Bek yalap keptik ka. Bu pek tatlıktan bu yankalı steklam dediğin ha bu. Recep Beyzikken. Peyzim iken. Bozken. Şu aş yankalı istek aşına tatlı teyze kılıp işlengen merhem var. Bu endi bununki nedeni babam bir tesirsini tushundirib berma. Bo'ldi. Buni tushuntirib beraylik. Bu Berkut kıyamı var mı? Bunun bedenge tesir kıldıgan dairesi diyabet. Diyabetten ergeçmesi, yürekte kan yetişmeslik, uykusuzluk, jiliknin kan işlep çıkarış iktidarı tövelleş, immunit gücü tövelleş katarlık nurgun alametlerge menfaat kıladı. Şunda ama o şu bu del minimum nasıl kağa bu? Bundan aslında bilip de perus ka. Ekese. Ben bir koşu yürüttüm köküp var ben. Çak. Bunu mu bakayım mı yeme? Bakın bunda. Ben hem de o bir yerden geldim. Sen o jiraktan geldim. Şimdi dükkanı aradı test ettim ha. Şu bunun bir alakış. Bir numaradan bir tapanmayı kıtket top. Hem de bir alakış numaradan bir depresyre. Bunun için telefon kısıp bir operatörden aşağı bağımdır ya. Yok. Apırtamam da hakim. Manda xerida degenne Allah aydı birinci oran koymuşum ha. Öyanlı bosa kısıca fırfırma. İzolay. Açık etmeydiğin ya yazalım ha. Makul. Açlama 131. 0998 0038 Olam diken. Berkut tepsimiz oldu cuma kamsa. Berkut'ta biz varsın oldu. Kanda vakti telefon kızlara şu zumada pırpırız mı? Bu ondan sonra mala epremden sen. Epre.